Jomon, bir erkak. U hech qachon ayol mehrini his qilmagan. Uning yagona tasalli manbai ota-onasi edi. Ular esa Rojdestvo arafasida fojiali avtohalokatda halok bo'lishgan. O'shandan beri har bir Rojdestvo uning uchun yolg'iz o'tadigan odatiy kunga aylanib qolgan. U maqsadsiz ko'chalarda sarson bo'lib yuradi. Boshqalar esa xotinlari va farzandlari bilan bayramni nishonlashadi. Bu baxtli oilalarni ko'rish uni yanada yolg'iz his qilishga majbur qiladi. Boyi baland bo'lgani sababli odamlar undan chetlanishadi. Shu tufayli gaplashadigan hech kimi qolmaydi. Odatdagidek sarson bo'lib yurganida. Jovon yo'l chetida tilanchilik qilayotgan, Santa Claus kiyimini kiygan bir chol qariyani ko'rib qoladi. Bu keksa odamga achinib ketgan Jovon pulini pivo va keraksiz narsalarga sarflash o'rniga unga pul berishga qaror qiladi. Mehribonligidan minnatdor bo'lgan chol Jovondan hayotda biror bir orzusi bor yo'qligini so'raydi. Jovon cholni biroz galati his qiladi va u yerdan ketmoqchi bo'ladi. Ammo qaysar Santa uni qo'yib yubormaydi. Boshqa iloji qolmagan Jovon beixtiyor yolg'on gapirib, lotereyada yutishni orzu qilishini aytadi. Biroq chol uning yolg'on gapirayotganini darrov sezib qoladi va yuragining tub-tubida yashirinib yotgan haqiqiy orzusini aytishini talab qiladi. Bu so'zlar Jovonning yuragiga qattiq ta'sir qilib, uni hissiyotga to'ldiradi. Bir oz o'ylab turgach, nihoyat u anglaydiki, uning chin dildan xohlagan yagona narsasi baxtli oila, chiroyli xotin va suyukli qizi ekan. Chol o'ziga ishonch bilan uning orzusi albatta ro'yobga chiqishini va'da qiladi. Agar bu amalga oshmasa, o'zini Santa deb atashni to'xtatishini aytadi. Jovon bu odamni shunchaki g'ayrat bilan to'lgan Santa muxlisi deb o'ylab, uni ortda qoldirib, o'zining eski, tor kvartirasiga qaytadi. O'sha kechasi u kechki poyezdga chiqadi va o'zini juftliklar bilan o'ralgan holda topadi. Ularni ko'rishni istamay, ko'zlarini yumib uxlab qoladi. U buni bilmasdi. Bu uning yerdagi so'nggi uyqusi bo'lishini. Laylik bosib obuna bob qo'ylar. Ko'zlarini qayta ochganida, o'zini aravaga o'rnatilgan qafas ichida bir nechta notanish odamlar bilan o'ralgan holda topadi. Atrofidagilarning barchasi baxtsiz va yarim och ko'rinishadi, xuddi necha kundir ovqat yemaganday. Ularga nisbatan Jovon biroz yaxshiroq holatda ko'rinadi, ammo u tezda o'zining hech qanday kiyimi yo'qligini payqaydi va sovuqdan titray boshlaydi. Atrofga qaraganida aravani boshqarayotgan askarlarning tushunmaydigan tilida gaplashayotganini eshitadi. Ko'p o'tmay, qafasdagi har bir kishi og'ir kishanlar bilan bog'langanini payqaydi. Bu ularning qullar karvoniga tegishli ekanligini aniq ko'rsatib turardi. Aynan o'sha payt Jovon anglab yetadi. Galati Santa uni qandaydir tarzda boshqa dunyoga jo'natib yuborganini, hatto Trutkunning odatiy vazifasini ham tortib olganini. Vaziyatni to'liq anglab ulgurmasdanoq dahshatli sovuq uni qiyna boshlaydi. Omon qolish yo'lini izlar ekan, ko'zi hali ustida kiyimi qolgan bir qulning jasadiga tushadi. Olganning kiyimini olishdan o'zini aybdor his qilsa-da, sovuqdan qotib olmaslik uchun boshqa ilojisi yo'qligini biladi. Kiyimlarni kiyib olgach, u yana o'sha galati Santa haqida o'ylay boshlaydi. Qul bo'lish, ehtimol, uning sevimli oilaga ega bo'lish orzusini ro'yobga chiqarishning bir qismimikin, yoki chol shunchaki uni ustidan kulmoqchi bo'lgandir, deb o'ylanadi. Ichidan esa hali ham bularning barchasi shunchaki tush bo'lib, uyg'onganida oshxonasida issiq vannadan rohatlanishini umid qiladi. Shu tariqa bir necha kun o'tadi. Jomon asta-sekin qullar orasidagi hayotga moslashadi. Yonoqlari ichiga botib ketgan, bir paytlar bejirim ko'ringan qiyofasi endi butunlay tartibsiz holga kelgan. Ochlik va charchoqdan holdan toygan u bu dahshatli tushning tezroq tugashini juda xohlaydi. Nihoyat, karvon bir qishloqda to'xtaydi va askarlar qullarni mahalliy aholiga sotish uchun saf torttiradilar. Uzoq vaqtdan beri birinchi marta Jovon umid nurini ko'radi. Qul bo'lish naqadar dahshatli bo'lmasin, hech bo'lmaganda bir marta ovqatlantirilishini biladi. Bir kuni qoidalarga ko'ra, tashqi ko'rinishiga va baland bo'yiga ishonch bilan, u hatto qishloqdagi eng badavlat odam uni sotib olishiga amin bo'ladi. Afsuski, voqelik u o'ylaganidan ancha shafqatsiz bo'lib chiqadi. Laylik bosib obuna bob qo'ylar. Hech kim uning tomoniga qarab ham qo'ymaydi. Xuddi shu holat sayohat davomida davom etaveradi. Karvon har safar bir qishloqqa yetib kelganida, qullar birin-ketin sotiladi, Jovon esa doimo ortda qolaveradi. Asta-sekin u barcha umidini yo'qotadi va hayotdan voz kecha boshlaydi. Gazab va nafrat bilan to'lib, u o'sha galati Santani la'natlaydi, unga baxtli hayot va'da qilib, aslida uni bu jahannamga tashlab qo'ygani uchun. Bu azob-uqubatga endi chidab bo'lmasligini his qilib, Jovon yaqin atrofdagi vilkani bo'yniga sanchib, hammasiga barham berishga qaror qiladi. Aynan shu payt, u buni amalga oshirmoqchi bo'lgan zahoti, uning oldida to'satdan bir farishta paydo bo'ladi va unga yordam qo'lini cho'zadi. Jovon qotib qoladi oldida turgan ayolning hayratlanarli go'zalligiga to'liq maftun bo'lib. Ayolning qo'lida u 5 yulduzli restoranda ham hech qachon tatib ko'rmagan darajada mazali ko'rinayotgan bir bo'lak non bor edi.
Ayol unga nimadir deydi, ammo jovon bir ogiz sozini ham tushunolmaydi. Bu uning tilni o'rganishga qodir emasligidan emas. Ammo uning miyasi toliq ayolning go'zalligi va uning yonida turgan suyukli kichkina qizining manzarasi bilan band bo'lgani sababli. Bundan oldin, notinch va eskirib ketgan bir xonada, go'zal ayol Lizzi qizi bilan birga kechki ovqat yeyotgan edi. Ovqat porsiyalari juda oz bo'lgani sababli, Lizzi qizining toyib ovqatlana olmasligidan xavotirlanib, o'zining ulushini ham unga berib qo'yadi. Kichkina qiz bundan xursand bo'lsa-da, onasi och qolishini istamaydi. Shuning uchun u ovqatni ikkiga bo'lib, yarmini o'ziga qoldirib, qolgan yarmini onasiga qaytarib beradi. Aynan Lizzi qiziga rahmat aytmoqchi bo'lgan payti, eshikdan baland taqillatish ovozi eshitiladi. Qishloq oqsoqoli unga eshikni butunlay ochmaslikni va faqat uning gaplarini tinglashni buyuradi. U Lizziga askarlar tomonidan bir guruh qullar olib kelinganini va ulardan biri uning eri bo'lish uchun sotib olinishini aytadi. U Lizzidan tayyorgarlik ko'rishni so'raydi, chunki u tez orada u bilan birga tokka qochib o'tishi kerak edi. Ketishidan oldin, u yana Lizziga askarlar uchun ovqat tayyorlab qo'yishni eslatadi, chunki ular tong otishi bilan yetib kelishardi. Bu xabar Lizzini qattiq hayratga soladi, chunki uning oldingi turmush qurishi haqiqiy dahshatli tush bo'lgan edi. Har kuni u kaltaklanish va cheksiz azob-uqubatlarga chidashga majbur bo'lgan. Bularni yana boshdan kechirishni u aslo xohlamasdi. Hayotining og'riqli sahifasini eslab, u qochib ketishni ham biroz o'ylab ko'radi. Ammo tez orada uning fikri kichkina qizga sobiq eridan oldingi nikohidan qolgan qizga qaytadi. Lizzi bu bolani ancha vaqt oldin tanigan bo'lsa-da, uni tashlab ketishga o'zini kondira olmasdi. Kichkina qiz onasining istirobini sezgandek, mayda qolchalarni Lizzining atrofiga orab, uni tinchlantirishga harakat qiladi. Bu harakatni ko'rgan Lizzining gami birmuncha yengillashadi va u asta-sekin tinchlanib, qizni uxlatib qo'yadi. Bolaning hali ismi ham yo'q edi. Aynan shuning uchun Lizzi qayta turmushga chiqsa, ikkalasi ham yana bir dahshatli tushga tushib qolishlardan qo'rqardi. O'sha dahshat esa ko'p yillar oldin Lizzining otasi uni bir quyon terisidan boshqa hech narsaga arzimaydigan narxda sotib yuborganida boshlangan edi. Qishloq togida yashovchi bir erkak uni sotib olgan va u hali buyumlarni ham yechib ulgurmasdanoq kechikkani uchun uni kaltaklay boshlagan edi. Shundan keyin hayot yanada yomonlashib boradi. Kundan kunga u tahqirlanish va qiynoqlarga chidashga majbur bo'ladi. Agar hayotiga nur kabi kirib kelgan, uning dozaxsimon hayotida farishtaga aylangan o'sha kichkina qiz bo'lmaganida, uning qo'loyoqlari ancha oldin sinib ketgan bo'lardi. Bir kuni o'sha erkak Lizzini yana shafqatsizlarcha kaltaklaganidan so'ng, u hayvon ovlash uchun o'rmonga jo'nab ketadi va u hech qachon qaytib kelmadi. Keyinchalik qishloq oqsoqoli unga uning yovvoyi hayvon tomonidan o'ldirilganini va jasadi hech qachon topilmaganini xabar beradi. Bu xabarni eshitgach, Lizzi juda xursand bo'ladi. Ammo bu baxt tuyg'usi voqelik yodiga tushishi bilanoq tezda sonadi. O'sha qoloq davrlarda eri yo'q ayol foydasiz va ozozcha omon qola olmaydigan hisoblanardi. Shu sababli Lizzi qochib ketish o'rniga qo'rquvlariga qarshi kurashishni tanlaydi, chunki u qizini tashlab keta olmasdi. Ertasi kuni ertalab Lizzi o'zini tayyorlab, bir nechta non pishirib oladi. Ovqatni olib, u tashqariga to'xtab turgan aravalar tomon yo'l oladi. U yerda u bo'yniga vilka bosib, o'z joniga qasd qilishga urinayotgan bir erkakni ko'rib qoladi. Bu manzara uning o'z og'riqli o'tmishini, bir paytlar vilka yordamida o'z hayotiga chek qo'yishni o'ylagan onini beixtiyor esiga soladi. Oxir-oqibat u buni hech qachon amalga oshirmagan edi. Ikkilanmasdan Lizzi uning oldiga yugurib boradi va erkakning o'ziga zarar yetkazishga to'sqinlik qiladi. Yaqinroqdan qaraganida uning ichiga botib ketgan yonoqlari va tartibsiz ko'rinishini ko'rib, unga bir bo'lak non taklif qiladi. U yana biror narsa deyishga ulgurmasdanoq qishloq oqsoqoli yetib keladi va unga o'z kulbasiga qaytishni buyuradi. Qullarni sotib olish masalasini o'zi hal qilishiga ishontiradi. Lizzi va kichkina qiz erkakka bir ketishdan oldin so'nggi bir nazar tashlaydi. O'sha erkak boshqa hech kim emas, aynan juvon edi. U o'z joniga qasd qilishga tayyorlangan aynan o'sha lahzada kimdir unga non taklif qilganiga arang ishonardi. Bir zumda uning miyasidan boshqa hamma narsa uchib ketib, e'tibori butunlay ovqatga qaratildi. Afsuski, u bir luqma tishlashga ulgurmasdanoq askarlar uni qamoqxonadan sudrab chiqarib, qishloq oqsoqoli oldiga olib boradi. Juvon va yana ikki qul yerga tiz cho'kadi, atrofda esa askarlar turishardi. Bir necha lahzadan so'ng, bir askar pichoq chiqarib, ularning qo'llarini kesib, qon chiqaradi. U qonni ikki varaq qog'ozga surtadi va juvonni hayratda qoldirib, qog'ozlar zumda xira ko'k nur bilan porlay boshlaydi. Bu manzara uni hayratga soladi, u buni qandaydir sehr emasmikin deb o'yladi. Bu esa uni qullik hali ham mavjud bo'lgan va sehr haqiqatga o'xshab tuyulgan bu galati dunyoga nisbatan yanada qiziqtirib yubordi. Shartnomalar tugagach, bir askar egilib, qishloq oqsoqolining quloqiga nimadir shivirlaydi.
Oqsoqol bosh irgagach, juvon tomon yaqinlashib, uning ahvolini ko'zdan kechiradi. Shu payt Liza va uning qizi oz kulbalariga qaytib kelishadi. Ko'p o'tmay, qishloqdagi bir ayol ularga bir necha kunga yetadigan oziq-ovqat zaxirasi bilan yetib keladi. Ayol Lizaga bo'lgusi eri ularning tilini tushunmasligini, shuning uchun u bilan muloqot qilish dastlab qiyin bo'lishi mumkinligini aytadi. Lizaning hali ham qo'rquv qolganini sezib, ayol uni tinchlantirishga harakat qiladi. U tushuntiradiki, garchi bu erkak oddiy odamga o'xshab ko'rinsa-da, uning qo'llari g'ayrioddiy darajada yumshoq mehnatkash odamnikidan ko'ra ko'proq zodagonnikiga o'xshaydi. Ayol yana Lizaga eslatadiki, qishloqdagi hech kim uning sobiq eriga yoqmagan. Ular uni faqat to'q qorovuli bo'lgani uchun chidab kelishgan. Ayol qo'shimcha qilib, agar yangi eri ham xuddi shu ishni bajara olsa, ular umrbod farovon yashashlari mumkinligini aytadi. Liza jimgina javob beradi, u erining mohir yoki muvaffaqiyatli bo'lishi haqida qayg'urmasligini, uning yagona istagi shunchaki eri zo'ravon bo'lmasligi ekanligini aytadi. Aynan shu payt, qishloq oqsoqoli eshikni ochib, Lizaning yangi erini kulbaga olib kiradi. Uni ko'rib, Liza hayratda qoladi. Bu o'sha kuni ertalab o'z joniga qasd qilishiga to'sqinlik qilgan erkak edi. Uni yaqindan ko'rgach, u nihoyat uning naqadar baland bo'yli va salobatli ekanini anglaydi. Bu esa uni birmuncha asabiylashtiradi. Juvon esa uni nom bergan ayol sifatida taniydi, ammo uning nega bunchalik qo'rqib turganini tushuna olmaydi. U vaziyatni anglab ulgurmasdanoq qishloq oqsoqoli uning qo'lidan tutib, Liza va uning qizi yoniga o'tkazadi. Keyin ularning qo'llarini qattiq bo'glab, ularni galati ko'ringan yangi turmush qurgan oilaga o'xshatib qo'yadi. Juvon aytilayotgan bir ogiz so'zni ham tushunmasa-da, atmosfera va vaziyat hammasini yetarlicha ravshan qilib qo'ygan edi. U o'zining bu ayolga turmushga berilayotganini anglaydi. Bu manzara unga o'sha galati Santani eslatadi. Aynan shu lahzada u Santa yolg'on gapirmaganini, unga quyondek shirin xotin va mangustga o'xshash suyukli qiz va'da qilganida anglab yetadi. Juvon o'zini baxtli his qilishdan o'zini tiya olmaydi. Nihoyat u doim orzu qilgan hayotni yashayotganiga ishonadi. Shunga qaramay, unga bunchalik ko'p azob-uqubat keltirgani uchun o'sha galati Santaga bo'lgan g'azabini ham yashira olmaydi. Juvon ichida, agar u yana o'sha Santaga duch kelsa, cholni o'zi chekkan azobdan ham battarroq aziyat chekishiga majbur qilishga qasamyod qiladi. Juvonning yuzidagi g'azabli qiyofa Liza va kichkina qizni qo'rqitib yuboradi. Ular hali ham boshlaridan o'tkazgan voqealardan travma olgan edilar. Shu orada qishloq oqsoqoli juvonning bunchalik quvvatli ko'rinishidan mamnun bo'ladi. Chunki to'q qorovuli bo'lish faqat kuchli odam uddalay oladigan mashaqqatli ish edi. U juvonni sinab ko'rishga qaror qiladi.